Assalomu alaykum qadrli teletomoshabinlar. Surxondaryo telekanalida Shifo istab ko'rsatuvida sizlar bilan ko'rishib turibmiz. Har galgidek ko'rsatuvimiz davomida sizlarga dolzarb mavzular yuzasidan ma'lumotlar ulashib boramiz. Albatta, ushbu ko'rsatuvimiz davomida tibbiy madaniyatingiz va salomatlikka bo'lgan e'tiboringiz yanada oshsa, bundan mamnun bo'lamiz. Bugungi ko'rsatuvimiz ham dolzarb, barcha uchun qiziq. Ya'ni bolalar o'rtasida uchrayotgan bullying, ya'ni bolalar o'rtasidagi zo'ravonlik mavzusida suhbat olib boramiz. Ko'rsatuvimizga esa malakali mutaxassislarimiz Viloyat ruhiy salomatlik ilmiy markazining psixiatr shifokorlari Azizbek Xolmo'minov hamda Fayozbek Xudoyberdiyevni taklif etganmiz. Assalomu alaykum, xush kelibsizlar. Assalomu alaykum. Keling, dastlab aynan bullying bolalar miyasining rivojlanishiga qanday ta'sir ko'rsatishi haqida suhbat olib borsak. Bullying bu inglizcha so'zdan olingan bo'lib, bully zo'ravon degan ma'noni aytadi. Lekin 200 yillar oldin bully so'zi ijobiy ma'noga ega bo'lgan. Do'st, hamfikr degan ma'nolarni anglatgan bo'lsa, bugungi kunga kelib bully so'zi zo'ravon, agressor degan ma'nolarni aytadi. Bugungi mavzuyimiz dolzarbligi nafaqat maktab o'rtasida, balki kollejlar o'rtasida ham bolalar o'rtasidagi ziddiyatlar, ularni kattalar olamiga olib kirishga harakat qilamiz shu mavzu bilan. Miyaga ta'siri bo'yicha esa bosqichma-bosqich mavzu jarayonida yana ham yoritib berishga harakat qilamiz. Albatta, bolalarni mana shunday zo'ravonlik ostida o'stirish nafaqat u maktabda, nafaqat ta'lim muassasasi, nafaqat do'stlar orasida, balki oilaviy muhitda psixologiyasiga juda salbiy ta'sir ko'rsatadi. Hozir ko'rsatuvimiz davomida ana shuni bosqichma-bosqich tahlil qilib o'tamiz. Balki ota-onalar ham, biz ham, ustozlar ham o'zimiz bilmagan holda qandaydir zo'ravonlikning bir turidan foydalanayotgan bo'lishimiz ham mumkin, to'g'rimi? Qandaydir so'zlarimizning o'zi ham ruhiy bosim sifatida bolalarning psixologiyasiga, ruhiy rivojlanishiga ta'sir qilishi mumkin. Endi albatta doimiy ruhiy bosim ostida bo'lgan bolalarda qanday nevrologik kasalliklar yuzaga kelishi haqida tahlil qilib o'tsak. Bu narsa bullying bolalarda albatta o'zining ta'sirini, asoratini qoldirmasdan qo'ymaydi. Asorati nima bo'lishi mumkin? Bular bolalarning kelajakda o'zini bemalol emin-erkin qo'yilmasdan, o'zini yo'lini topa olmasdan ketishi mumkin. Birinchi o'chratda katta asosiy nimasi autizm rivojlantirib qo'yadi. Autizm bu nima? O'zini cheklash, yolg'izlik o'tirish, hech kimga qo'shilmaslik va autizm kasalligi. Ular nima qiladi? Doim tazyiq ostida bo'lgandan keyin, hamma uni haqoratlagandan keyin jamiyatga, do'stlariga, dugonlariga qo'shilmay qoladi. Bu narsa mana shunaqa nevrologik kasalliklarni keltirib chiqarishi mumkin. Bu keyinchalik o'zi bolalarda ham keyinchalik emas, o'zi boshida ham depressiyani keltirib chiqaradi. Depressiya hammamiz bilamiz, tushkun kayfiyat. Tushkun kayfiyat bo'lgandan keyin simptomatik, psixik simptomatik kasallik paydo bo'ladi. Ya'ni bu psixagan og'riqlar, masalan, bu qorin og'rig'i bo'lishi mumkin, bosh og'rig'i bo'lishi mumkin. Bu qachon bo'ladi? Bolada har doim emas. Maktabga ketdik yoki maktab vaqti bo'ladi, kimdir obedgacha o'qisa, ertalab maktabga ketish paytida og'riq kuchayadi, paydo bo'ladi. Bu bo'lishi mumkin ich og'rig'i, ich ketishi yoki ich qotishi bo'lishi mumkin. Yoki obedga ketadigan bolalar ovqat yegandan keyin yoki bo'lmasa bosh aylanishlari bo'lishi mumkin. Bular bu nevrologik kasalliklarni yuzaga keltirib chiqaradi. Bular o'sha zo'ravon ta'sirida bo'lib yurgan bullying qurbonlari bolalarda mana shunaqa nevrologik o'zgarishlar paydo bo'lib boshlaydi. Bular esa o'sha bullying bo'layotganliklarini erta aniqlash va o'sha holatlarni oldini olishga asosiy belgilar hisoblanadi. Endi juda chiroyli tahlil qilib o'tdingiz. Depressiya, autizm va yashirin kasalliklar. Buning oqibatida esa bolalarda keyinchalik ikkilamchi doimiy bo'ladigan kasalliklarga ham olib kelishi mumkin. Endi ana shu bullying qurbonlari nima uchun aytaylik bog'chadan, maktabdan qo'rqadi? Buni asosiy bosqichi nimada? Hozir keng misol sifatida Azizbek ikkalamiz solishtirib ko'raylik. Doimiy tarzda men maktabga borishni istamayman yoki maktabga boradigan kunim menda aytaylik mana shunday qorin og'rig'i, bosh og'rig'i bo'ladi. Men 10 yoshli maktab o'quvchisiman. Men maktabda bullying qurbonimanmi yoki ota-ona tomonidan o'sha maktabni majburiy bir jazo sifatida qo'llanilganligi uchunmi? Mana shuni bir test sifatida ko'rsak. Albatta, bullyingning o'ziga xos testi bor, bullyingni aniqlash testi. Lekin bundan avval bullying tushunchasini o'zimiz to'g'ri qabul qilib olishimiz kerak. Bullying bu faqat bolalar o'rtasidagi zo'ravonlik. Bolalarni bir-biriga nisbatan zo'ravonlik. Bu ota-onalarniki alohida masala. Alohida ko'riladigan yoki o'qituvchi umuman katta yoshdagilarni
kichik bolalarga nisbatan zo'ravonliklari bular alohida masala. Bullying bu bolalarni o'zaro nomutanosib munosabatlar qilishi, zo'ravonlikka asoslangan. Mana shu. Endi bu yerda ikki xil holat ham bo'lishi mumkin. Ko'p uchraydigan holatlardan albatta bola agar maktabga borishni xohlamasa, birinchi o'ylaydigan jihatimiz bullying. Maktabda unga qandaydir bolalar tomonidan tazyiq o'tkazilayotganligi bo'lishi mumkin. Ikkinchi sababi bolani o'zini ruhiy holat, ya'ni oilaviy muhitdan kelib chiqqan holatda ruhiy holat, unga murakkab vazifalarni berilayotganligi, uni esa bajarishga majburlashayotganligi bu ikkinchi masala hisoblanadi. Bu yerda yana bullyingda biz to'g'ridan-to'g'ri jarayonga kirdik. Bullyingda ishtirokchilari bor. Bu birinchisi bullyingda ishtirokchisi agressor. Avvalambor o'sha zo'ravon deb biz tarjima qildik. Zo'ravon bola o'zini boshqalardan ustun ekanligini ko'rsatishga harakat qiladi. Boshqalarni nazariga tushishga harakat qiladi. Boshqalarni hurmat qiladigan jihatlarini bosib o'tishga harakat qiladigan shaxs bullying. Bola zo'ravon bola. Zo'ravonlik orqali u birinchi pog'onaga chiqib olmoqchi bo'ladi. Ikkinchisi bu albatta jabrlanuvchi. Jabrlanuvchi kim? Bu odatda jismoniy va ruhiy jihatdan biroz nimjonroq, zaifroq, himoyasi kamroq bo'lgan bola nishon. O'sha zo'ravonning nishoni bu jabrlanuvchi. Keyingisi bu bullyingda jarayonning ishtirokchilari zo'ravonga yordamchilar. O'sha bu jabrlanayotgan bolani tutib berishi mumkin, zo'ravonni oldiga olib kelishi mumkin. O'sha birgalikda bolaga, jabrlanuvchiga birgalikda zo'rlik qilishi mumkin. Keyingisi bular qo'llab-quvvatlovchilar. Ya'ni o'sha ishni bo'layotganligini va bullying jarayonini kuzatadi va uni zo'ravonni qo'llab-quvvatlashadi. Bolani jabrlanuvchini qo'shilib kamsitishga harakat qilishadi. Ular yordamchilardan farqli jihati qo'shilib ishtirok ushlab olib kelmaydi, lekin ustidan kulib kamsitishlarni qo'llab-quvvatlaydi. Uchinchisi keyingisi passiv kuzatuvchilar bor. Bullying jarayonida o'sha jarayonni kuzatadi, ichidan norozi bo'lsa-da qarshilik ko'rsatishmaydi. Buni zo'ravon bola bularga ham yoqyapti degan tushunchada, kayfiyatda yana bullying jarayonini davom ettiradi. Va to'rtinchisi, eng oxirgisi bu himoyachilar. Jabrlanuvchi bolani himoya qiladiganlar. Bu haqda kattalarga yetkazadi, bolani tarafini oladi. Mana shu bullying jarayonidagi ishtirokchilarning klassifikatsiyasi, ta'rifi har bittasiga. Demak, bullying jarayoni bo'lish uchun bizda zo'ravon bo'lish kerak, jabrlanuvchi bo'lish kerak, zo'ravonga yordamchilar, uni qo'llab-quvvatlaydiganlar hamda jabrlanuvchini tarafini oladigan himoyachilar bo'lishi kerak. Bullying jarayoni uchun. Endi mana shu bullying stressi miya faoliyatida qanday qayta tiklanmas va kelajakda asoratlarga olib keladigan bir stresslarni keltirib chiqaradi. Bullying jarayonini qayta tiklama. Umuman bullying jarayonini o'rganilish tarixini bir nazar solsak-da mana shu joyda 1970-yillarda Dan Olweys degan norvegiyalik olim tomonidan o'rganilgan bu jarayon o'rganilishni boshlagan. Garchi bungacha bullying jarayonlari kuzatilgan bo'lsa-da, ilmiy jihatdan mana shu Dan Olweys olimimiz, norvegiyalik olimimiz o'rganishni boshlagan. Va bunda bullyingni bir qancha xususiyati bor-da. Bullying jabrlanuvchi zo'ravon va unga yordamchilarga nisbatan kuchsizroq bo'lishligi kerak. Va bullying jarayoni takroriy xususiyatga ega bo'lishi kerak. Oqibati esa salbiy oqibati o'rganilishga asos Dan Olweys Norvegiyada 1989-yillarda 3 ta bola, kichik yoshdagi bola o'z joniga qasd qiladi. Va buni izini surishtirib, tekshiruvlar olib borishsa, maktabdagi bullying jarayoni aynan mana shu suiqasd, o'z joniga bolalar orasidagi suiqasdga sababchi bo'lganligi aniqlanadi. Va mana bu jarayon demak eng og'ir oqibatlarda bullying uchrayotgan bolalar o'zini suiqasdga olib kelishi mumkin. Agar yengil holatlarni kuzatadigan bo'lsak, bir qancha emotsional belgilar, jumladan bola qo'rqoqroq, yanada g'amginroq va hattoki agressivroq, ya'ni
o'zi qurbon bo'lyapti. Mana shu qurbonlikni boshqa narsalarga jahl qilib chiqarish orqali, bu uy hayvonlari bo'lishi mumkin, bu o'zi kuchi yetadigan kichikroq yoshdagi bolalar bo'lishi mumkin, chiqarib olishga harakat qiladi. Mana shunday neyropsixologik omillar emotsional oqibatlarga olib kelishi mumkin. Keyingisi yana turli xildagi somatik belgilar, bosh og'rig'i, ko'ngil aynishi, qayt qilish, bo'g'imlardagi og'riqlar kabi og'riqlar bilan ota-onalariga, o'zlarining yaqinlariga shikoyat qilishlari mumkin. Endi mana uchrayotgan holatlar xususida aytib o'tdingiz. Masalan, uyqu buzilishi yoki tez-tez boshdagi og'riqlar holati qancha muddatda takrorlanadi yoki qanday holatlarda? Azizbek ham aytganlaridek takroriy bo'ladi. Bu narsa psixologik bo'lganligi uchun qachonki tazyiq bo'lgan paytlar bo'ladi. Qachon tazyiq yo'qoladi, o'sha bolalar, sinfdoshlar yoki bo'lmasa do'stlar, dugonlar yaxshi bo'lib ketgandan keyin bular joyiga to'xtaydi. Bu davomli bo'lib ketib, qanaqadir asorat bermaydi. Asorat qachon beradi? Qachonki o'sha narsa be'tibor qoldirilsa, ota-onalari yoki bo'lmasa sinf rahbarlari tomonidan be'tibor qoldirib doim shunaqa tazyiqda yuraversa, bu keyinchalik asar bo'lib qolishi mumkin, lekin bu uncha kuchli asar bo'lmaydi. Bu faqat o'sha yoshlik paytida, bolani o'smirlik chog'ida o'ziga bo'lgan ishonchni yo'qotishi mumkin bo'ldi. Boshqa morfologik, ya'ni anatomik jihatdan asorat beradigan narsa emas. Faqat o'sha holat vaqtida, tazyiq bo'layotgan vaqtida ruhiy tushkunliklar keltirib chiqaradi. Endi shu o'rinda haqli savol tug'iladi. Masalan, ota-onalar farzandi bulling qurboni bo'layotganligini va unda mana shunday holatlar yuzaga kelayotganligini, ruhiy bosim, stress, depressiya alomatlari ko'zga tashlanayotganligini qanday erta aniqlasa bo'ladi? Chunki har qanday kasallikni davolagandan uni tezroq aniqlagan, davosini ertaroq boshlagan ma'qul-ku. Albatta, bullingni aniqlash, bu yerda bulling turlariga borib taqaladi. Masalan, bullingda jismoniy, og'zaki, ijtimoiy va kiberbulling degan turlari bor, 4 ta. Og'zaki bullingda bolaga laqab qo'yishadi. Laqab qo'yishadi va so'rashsaki, biz bu bola bilan hazillashyapmiz deyishadi. Lekin o'sha jabrlanuvchiga qo'yilgan laqab uni ich-ichidan yemiradi. Buni ota-onasiga to'liq ayta olmasligi mumkin. Masalan, punchikcha yoki zaharcha, shunga o'xshash bir laqabchalar bilan chaqirishi mumkin. Iloncha va hokazo. Nimaga unday qilyapsan desa, hazillashyapmiz sinfdoshimiz bilan, tengdoshimiz bilan degan javoblarni qaytarishi mumkin. Lekin bu bola ruhiyatida tinimsiz qaytalanishlari takroriy bo'lishi yemirilishga sabab bo'ladi. Og'zaki bullingni biz bolani o'zi shikoyat bilan aytmasa, biz aniqlay olmaymiz. Bullingning jismoniy turi bor. Bu bola boshqa o'sha zo'ravon o'zini yordamchilari bilan o'sha jabrlanuvchini kaltaklash. Bu eng ko'zga ko'rinadigan va sezilarli bulling turi. O'sha iz qoldiradi, o'zidan ko'karishlar, shilinishlar, tirlanishlar kabi izlar qoldiradi va buni oson aniqlab olish mumkin. Keyin ijtimoiy bulling va mana bu jismoniy bulling ko'proq o'g'il bolalar o'rtasida kuzatiladi. Ya'ni o'sha kaltaklash bilan bo'ladigan bulling. Ijtimoiy bulling bor. Bu ko'proq qizlarimiz o'rtasida kuzatiladigan bulling. Ular ochiqdan ochiq o'sha bullingni namoyon qilmaydi, g'iybat qilishadi. G'iybat qilishadi. Sekin faloncha ekan, u yomonroq ekan, uni ajratamiz degan o'zaro kelishuvlar bilan o'sha ma'lum bir qizchamizni ajratib qo'yishi mumkin. Bu ham bolaning ruhiyatiga salbiy ta'sir qiladi. Va oxirgi kunlarda ko'proq kuzatilayotgan bulling turlaridan biri bu kiberbulling. Kiberbulling. Ya'ni ma'lum bir sinfdoshlar o'zaro guruhlar yaratishadi-da, o'sha guruhga bolani sinfdoshini qo'shishmaydi. Yoki birga yuradigan Instagramlarga qo'shishmaydi. Yoki Instagramlar orqali hujumlarga o'tishadi. Uni obro'sizlantiradigan, unga yoqmaydigan, ruhiyatiga salbiy ta'sir qiladigan gaplar, kommentariyalar yozishadi. Mana bu kiberbulling. Mana shunaqa turlari bor. Agar bola shikoyat qilsa, ko'pincha ota-ona albatta diqqat e'tiborli bo'lishi kerak, o'qituvchi diqqat e'tiborli bo'lishi kerak, maktab psixologi aktiv qatnashishi kerak, bolalardan so'rash kerak. Qandaydir kiberbulingni belgilari, mana uyga kaltaklanib borsa, bunga yengil qarash kerak emas. Murojaat qilish kerak. O'sha janjal bilan, vahma bilan bormas kerak maktabga. Kim urdi, nima bo'ldi, jarayonlarni aniqlashtirib, o'sha zo'ravon uni yordamchilariga kerak bo'lsa tegishli choralar ko'rish kerak.
shular orqali mana kommentariyalar, o'zini qizini Instagramini, bugungi zamon 21-asr ijtimoiy informatsiyalar asrida, axborot asri. Demak, har bitta ota-ona o'sha yetarli darajada Instagram, Telegram va hokazolarda yetarli darajada bilimga ega bo'lishi, ularni o'sha qizi nima bilan shug'ullanyapti, bolasi qanday guruhlarda yuribdi, shularni do'stona ko'rib, tekshirib chiqishi kerak bo'ladi. Shu orqali aniqlab olish mumkin. Hozir bullying turlari haqida so'z ochdingiz, ijtimoiy va zo'ravonlikka oid kiberbullyinglar haqida. Endi men uchun ham, teletomoshabinlar uchun ham juda ham qiziq. Bullyingga moyil yosh yoki sezgir yosh deymizmi? Qaysi yosh eng hozir ko'p ish tajribangiz sifatida ham ko'zga tashlanyapti? Qaysi yoshda ko'proq bolalar mana shunday zo'ravonlik, bullying qurboni bo'lyapti va o'zlari ham mana shu bullingga moyillik kuzatilyapti? Ko'pincha o'rta maktab, katta maktab yoshidagi bolalar hamda kollej yoshidagi bolalar asosan mana shunday bullingga moyil bo'lishadi. Zo'ravon, jabrlanuvchi, bulling jarayoni mana shu yoshdagi bolalar o'rtasida ko'p kuzatiladi. Aynan o'sha yosh davrida O'sha yosh davrida o'sha 10 yoshdan 20 yosh oralig'ida, 18-20 yosh oralig'ida. Eng qizig'i o'sha yosh davri bolalarning eng muhim davri. Chunki kelajakda qayerda tahsil olishi yoki qanday kasb vakili bo'lishi uchun ham ayni maqsadlarni qo'yadigan, rejalar tuzadigan davr. Xo'sh, endi aytaylik, o'sha o'tish davrida 14-18 yosh oralig'ida bullying qurboni bo'lgan yoshlar, bolalar xotirasi, diqqati va o'qishi qanchalik darajada susayadi va ularning mana shu jamiyatdagi ijtimoiy moslashuvga ham qanday salbiy ta'sir ko'rsatadi ularning kelajakdagi hayoti, umuman olganda kasb tanlashiga? Albatta, bullying jarayoni insonni umuman kamolotga yetaklovchi eng muhim narsa bu albatta ilm o'zlashtirish. Undan chalg'itadigan har qanday narsa insonni o'sha kelajakda qandaydir kasbiy qiyinchiliklar, ilmiy tajribaga doir qiyinchiliklarga sababchi bo'lishi mumkin. Bullying bu chalg'ituvchi eng katta vosita. O'sha bolani maktabga borishiga qiyinchilik tug'diradi. Qaysidir agar sinf xonasida o'sha zo'ravon bilan, tasavvur qiling, zo'ravon bilan o'sha jabrlanuvchi bitta xonada o'tirishi. Albatta, bolani o'sha jabrlanuvchini qandaydir bir g'oyalar, ideyalarni ochiq oydin aytish, fikrlarini erkin bildirishiga to'sqinlik qiladi. Bu uni ijtimoiy rivojlanishi, ilmda yuksalishiga salbiy ta'sir qiladi. U maktabdan qochadi, o'z fikrlarini to'liq ayta olmaydi, tortinchoq bo'lib qoladi, uyaladi yoki qo'rqadi. Eng muhimi, eng ko'p ta'sir qiladigani qo'rqadi. Bu esa albatta uni o'qishiga ta'sir qiladi, baholarni pastlatadi, fanni o'zlashtirib olish jarayonlariga salbiy ta'sir ko'rsatadi. Shuning uchun ham maktab, umuman kollej davrida bullying jarayonini bee'tibor qoldirmaslik, uni ilmda nima uchun pasayyapti degan savol bo'lishi kerak-da o'qituvchida. Bir marta bo'lsa ham shu jarayonni kuzatib qoladigan bo'lsa agar maktab jarayonida, davrida unga befarq qaramaslik kerak. Chunki uni o'qishlariga salbiy ta'sir qiladigan omillardan bittasi, eng kattasi bullying hisoblanadi. Endi mana shu jarayonda bolalarda psixologik o'zgarishlar, bullying, stressga oid moyilliklar kuzatilsa, ota-ona, maktab, psixolog qanday hamkorlikda ishlash kerak? Birinchi nimadan boshlash kerak ishni? Aynan siz psixiatr, shifokor sifatida nima tavsiya qilasiz? Uyda qanaqa yo'l tutish kerak ota-ona, ustoz maktabda darsda qanday yo'l tutish kerak yoki maktab psixologi? Shular to'g'risida o'zingizni tavsiyalaringizni berib o'tsangiz. Avvalambor bu savol juda ham dolzarb va bullyingni oldini oladigan savol bo'ldi. Birinchi o'rinda ota-onalar nimaga e'tibor berish kerak? Farzandini uydaligida to'g'ri tarbiyalash kerak. Bu tarbiya qanaqa bo'ladi? O'zi asosan bullying, ya'ni zo'ravonlar, bullierlar bular qachonki bullier bo'ladi, qachonki oilada ota-onasi tomonidan ruhiy bosim hamda jismoniy bosim ostida tarbiyalansa yoki bo'lmasa juda ham haddan tashqari erkatoy bo'lsa, bular o'sha narsani, oilasidagi narsani ko'chaga chiqaradi. Ko'cha bo'lmasa maktabga chiqaradi. Bu qanaqa bo'ladi? Agar ruhiy bosim yoki jismoniy bosim ostida katta bo'lgan bolalar, o'sha maktabdagi bolalarga ham kimdir xato qilib qo'ysa yoki nimjon, jismoniy jihatdan nimjon yoki ruhiy holati sal nozikroq bo'lgan bolalar ustidan zo'ravonlik o'tkazmoqchi bo'ladi ular ham xuddi uydagidek.
agarda juda ham erkatoy bo'ladigan bo'lsa, ular yana ham e'tibor talab qilish maqsadida o'zini qanaqadir kuchidan yoki bo'lmasa ijtimoiy jihati ham nima u boyligi, ust-bosh chiroyliligidan foydalanib, o'sha orqali o'ziga yordamchilar tanlaydi hamda boshqalarning ustidan o'zini kuchi yetadigan, o'zini so'zlari o'tadigan bolalarga nisbatan bullerlik qila boshlaydi. Ana o'shanaqa bolalarga, ota-onalarga tavsiyamiz farzandlarini ruhiy bosim ostida juda ham ko'p men o'g'limni tarbiyali qilaman, men o'g'limni zo'r sportsmen qilaman deganlar hozir juda ham ko'p. O'zimizga ham bemorlarimiz kelishgan. Men o'g'limni bu darajada vahshiylashib ketadi deb o'ylamagan edim. Mening maqsadim faqatgina buni sportchi qilish edi degan ota-onalar ham kelishadi. Xuddi shuni xatoga yo'l qo'ymasliklari kerak. Erkatoylik esa bolalarni juda ham erkak qilib yubormaslik kerak. Bu siz aytganingiz bu buller qurbonlariga esa ularga doim ota-onalari kerakli e'tiborni berib, ularni ruhlantirib, kerakli joyda izidan ham borishlari kerak bo'ladi. Endi maktab o'quvchilari yoki maktab o'qituvchilariga keladigan bo'lsak, ular doimo o'sha bullerlik bo'lyaptimi, arzimagan yoki oddiy soddagina tuzilmasini ko'rganda ham ularga nima berish kerak? Tanbehlar berish kerak, yig'ilishlar qilish kerak, ota-onasini chaqirtirib, har bittasi bilan alohida gurunlashish kerak. O'sha bullerlarga kuchi ko'payib ketyaptimi, kuchini qanaqa taqsimot qilish ekanligini tushuntirish kerak. Buller qurbonlariga esa o'zini qanday himoya qilishlarini tushuntirib o'tish kerak bo'ladi. Yana ham o'qituvchilarimizga tavsiyalarimiz bizni sinflarda empatiyani rivojlantirish kerak bo'ladi. Empatiya bu o'zganing, ya'ni boshqalarning holatini tushunish. Mana shu narsani agarda hammaga bildiradigan bo'lsak, o'sha boya Azizbek ham aytganlaridek, bullerning har bir toifasi bor, kategoriyasi, ishtirokchilar bor. O'sha ishtirokchilar orasida 1% bizga eng yaxshi kerakli narsalar bular himoyalovchilar. O'sha himoyalovchilar har doim tushunadi. Ular empatik inson bo'lganliklari uchun o'shani holatini, ijtimoiy kelib chiqishini, uni kuchi yetmasliklarini hisobga olib, uni tarafini oladi. Sen kuching zo'r, kuching bunga yetdim degan shunaqa o'z maktabda yoshligimizda ham bo'ladigan gap so'zlar bor. O'shalar orqali bullerlarga to'xtam qo'yiladi. To'xtatiladi o'sha orqali. O'shanday yig'ilishlar qilib turish kerak, yig'ilishlarda empatiyani rivojlantirish kerak hamda bundan darhol sezgan zahotiyoq ota-onalarga xabar berish kerak. Qo'shimcha qiladigan bo'lsak, albatta maktab muhitini eng birinchi o'rinda bulling bo'ladigan jarayonda, ya'ni maktab muhitida bulling jarayoniga yo'l qo'ymaslik kerak. Har bitta ota-ona, har bitta o'quvchi, har bitta o'qituvchi bilishi kerakki, agar bullerlik qilinadigan bo'lsa, mana shu maktabda u jazolanmasdan qolmaydi. Va bulling bo'ladigan joylar bor. Masalan, koridorning burchaklari, tualetlar, kiyim yechinish xonalari yoki almashtirish xonalari mana shunday kuzatuvdan chekkada zo'ravonlik uchun qulay muhitlar borda. O'sha muhitlarni maktabda nazoratga olish, kuchaytirish kerak. Tibbiy psixologlar bor, maktabda ishlaydigan maktab psixologlari. Maktab psixologlari zo'ravon bilan, o'sha jabrlanuvchi bilan alohida suhbat olib borishi, ularning ota-onalariga ushbu axborotlarni yetkazishi, ular bilan hamkorlikda birgalikda ishlab ushbu jarayonni oldini olishda eng katta ahamiyatga rol o'ynaydigan shaxslar bilan maktab psixologlari. Endi masalan mana shu bulling davridan o'tgan, uni stresslardan o'tgan insonlar kelajakda ham hayotida qandaydir ko'zga tashlanadi mana shu alomatlar. Keling bir case sifatida test qilib, savol-javob qilib, menda ham aniqlab olsak shuni. Maktab davrini o'ylaganda qandaydir siz uchun yoqimli bo'lgan xotiralar hayolingizga keladimi? Qisman ha. Siz o'zingizni mana bulling jarayonini biz ishtirokchilarni bo'ldik. Qaysi safda ko'rasiz? Zo'ravonmi yo jabrlanuvchi yoki himoyalovchi, kuzatuvchi, yordamchi? Jabrlanuvchi. Jabrlanuvchi. Sizda keyingi hayotingizda ham qo'rquvlar, nimadandir noxush bo'ladigan voqealardan qo'rqadigan xayollar, holatlar, hislar kelib turadimi? Ba'zida ha. Demak, yengil darajada o'sha hozirgi hayotingizga ham ta'sir qilayotganligi seziladi bu jarayonni. Bulling jarayonining qurbonlarida biz ko'pincha kuzatamiz, keyingi shaxsiy hayotlarida ular ko'pincha tortinchoqroq, qo'rqoqroq yoki xavotiri bor, nimanidir noxush vaziyatlarda kutadigan bo'ladigan xavotirlarni o'zlarida his qilishlarini kuzatamizda. Yana tibbiyotda shunday tashxis bor, post travmatik stressli buzilish deydi.
stress holatini bullir jarayoni, umuman bulling jarayoni bu normal jarayon emas. U haqiqiy travma bola uchun. Bola hayotida biz o'ylaymiz, ba'zilar o'ylashi mumkin-da shunaqa. Ota-onalar yoki shunaqa fikrlovchilar ham bo'lishi mumkin. Bu bo'ladi shunaqa. Maktabda shunaqa tortishuvlar bo'ladi. Kimdir urishish kerak, kimdir va hokazo qilish kerak degan fikrda bo'lishi mumkin. Yo'q. Bolani hayoti tinch bo'lishi kerak. Bu bulling jarayoni bola uchun haqiqiy travma. Travmalarga biz yo'l qo'ymasligimiz kerak, chunki ular asoratlar beradi. Kelajakda ham qandaydir o'zini o'rnini topib ketish, mustaqil fikrini bildirish jarayonida qandaydir to'siqlarga duch kelishi o'sha bolalikda olgan bulling jarayonida olgan travmalar bilan bog'liq bo'lishi mumkin. Aynan hozir aytmoqchi bo'lganim, ko'pincha maktabda taqqoslash bo'ladida. Chunki hamma har xil oila muhitidan kelib chiqadi. Aynan hozir men ham shuni xotirladim. O'zi shu darajasiga qarab taqqoslash holatlari ko'p uchraydi. Bu ham lekin ba'zida o'smir yoshda bir-bir xotiradan chiqmaydigan holatlarga ham olib kelishi mumkin. Endi bulling qurbonlarini ushbu depressiyada, stressda yurgan bolalar dori vositalar bilan davolanadimi yoki psixologik treninglar bilan? Bulling qurbonlarini bilan ishlash jarayonida umuman psixiatr shifokor sifatida biz ikki xil davolash usulini taklif qilamiz, tavsiya qilamiz. Birinchisi psixoterapiya. Albatta, maxsus psixoterapevt vrachlar agar bulling jarayonida olgan stresslar katta bo'ladigan bo'lsa, bolada qo'rquv, xavotir, o'ziga bo'lgan ishonch kuchli darajada yo'qolgan bo'ladigan bo'lsa, unda psixoterapevt shifokorga borishadi va maxsus psixoterapevtik muolajalar olishadi. Shu travmalarni yo'qotish, ularni unutish, boshqacha travmalarsiz hayotga, dunyoqarashga qarash uchun. Qo'shimcha moddalar sifatida esa mana miyani himoyalovchi, uni stresslarga chidamliligini oshiruvchi, keyin dori preparatlarni yengil, hech qanaqa bir o'rgatib qo'yadigan emas, yengil dori preparatlarini qo'llashimiz mumkin. Biz ularni tibbiyotda nootrop, adaptogen dorilar deb ataymiz yoki ma'lum bir giyohdan qiluvchi, tinchlantiruvchi dori preparatlar yaxshi samara beradi. Demak, yana bitta savol bilan murojaat qilmoqchiman. Aynan ba'zida bolalar ko'pincha maktabda do'stlari uni ajratib qo'yayotganligini yoki laqab qo'yayotganligini yoki kimdir uni xafa qilayotganligini aytib, ota-onalarga murojaat qilishadi. Va mana shunday jarayonlarda ota-onalar maktabga borib, shaxsan aralashib kerak bo'lganda qattiq tanbehlar bilan yoki qandaydir deylik, urush janjal bilan ham bolasini himoyalashga harakat qiladi. Bu bolani kelajakda qanchalik darajada o'zini erkin fikrini bildira olmaslik yoki qandaydir kimgadir suyanib qolish kabi holatlarga olib keladi. Yoki ota-onalarning bu ishi yaxshimi? Siz aynan psixiatr shifokor sifatida mana shunday jarayonda ota-onalarimizga qanday qilib vaziyatdan chiqishlarini tavsiya qilasiz? Bitta narsani aniqlab olishimiz kerak-da. Jarayonda haqiqiy psixotravma olinyaptimi, yo'qmi? Bola qay darajada rostgo'y gapiryapti? Ba'zan mana erkatoy bolalar deymiz, salga avvaldan o'zi hamma ehtiyojlari muhayyo qilinadigan, og'zidan nima chiqsa keltirib beriladigan bolalarimiz bor. Ular ba'zan bo'rttirib yorishadi maktabdagi jarayonlarda, yolg'on qo'shib, ana shu jarayonlarga real oydinlik kiritib, qizishmasdan, sovuq miya bilan borib o'tirib, kelishilib, jarayonga oydinlik kiritilishi kerak. Agar haqiqatan bulling jarayoni bo'layotgan bo'lsa, unda bullerni, ya'ni zo'ravonni ota-onalari, yaqinlari bilan tortishmasdan, o'zaro kelishuv asosida maktab ma'muriyati, maktab psixologlari bilan kelishuv asosida bu jarayonni davom etmasligini, mana bullerning bitta belgisi davomiyligida. Mana shu davom etmasligini ta'minlab berishimiz kerak bo'ladi. Bolani o'ziga keladigan bo'lsak, albatta agar haqiqatdan bulling jarayoni bo'layotgan bo'lsa, bola aytish kerak. Bola bu jarayonga uzoq vaqt davomida chidab yurish kerak emas. U aytish kerak, mana shu jarayonni to'xtatish uchun. Azizbek akamning gaplariga qo'shimcha qiladigan bo'lsam, bu holat siz aytganchalik u bolani, o'sha o'smir yigitni yoki qiz bolani bu tanti bo'lib ketishiga sabab bo'lmaydi. Qachon bu sabab bo'lmaydi? Qachonki o'sha voqea hodisani aniqlik kiritilib, to'g'ri yechim topilgandagina o'sha yomon oqibatga olib kelmaydi.
bugungi kunda ijtimoiy tarmoqlar, umuman olganda raqamli dunyoda bullying qanchalik darajada ko'payyapti? Bullying nihoyatda bugungi kunda aynan kiberbullying nihoyatda dolzarb mavzuga aylanib qolmoqda. Yaqinda Kun.uz'da bir sahifasida o'spirin bolaga kiberbullying bo'lganligini kuzatdik. Ommaga mana televideniyani kuzatib turganlar agar qiziqishib Kun.uz'dan mana shu bolaga hech kim ko'rinmaydi, bilmaydi. Kiberbullyingning nima yomon tomoni bor? Bola hattoki uyda ham o'zini tinch xotirjam his qilmaydi. Kimdir uni kuzatayotgandek, kimdir uni ta'qib qilayotgandek his qilaveradi. Chunki kiberbullerlar o'sha ijtimoiy tarmoqlardan unga doimiy biz seni kuzatyapmiz, biz nazoratimiz ostidasan, sen nima ish qilayotganingni bilib turibmiz kabi tahdidli hujumlar qilyapti-da. Va bugun bu aktual holatgacha yetib kelyapti. Bunga beparvo qaramaslik kerak. Ota-onalar avval aytganimdek do'stona farzandi bilan aynan qaysi ijtimoiy tarmoqlarga kiryapti? Ularga bunaqa kiberbullerlar hujum qilmayaptimi? Qay darajada tahdid qilyapti? Mana shu narsalar kuzatish kerak. Bu o'tgan voqeada esa o'sha toshkentlik bola Farg'onagacha borib, ota-onasiga hech kimga aytmasdan chetlashib o'tib, kiberbuller ishonganda u qattiq ishongan, uni kuzatishayotganini, uni o'sha yerga borib ma'lum bir ishlarni qilishga majburlash darajasigacha yetganda bu jarayon. Mana shu jarayonlardan himoyalanganligini bola his qilish kerak. Va aldanib qolmaslik uchun biz bolalarga ijtimoiy tarmoqlardan foydalanish axloqlari, odoblari, me'yorlarini o'rgatishimiz kerak bo'ladi. Bullying qurbonlari bor. Bu masalan o'smirlik davrida yigit qizlar o'rtasida, maktabda ham, masalan o'qish davrida ham o'zaro do'stona, keyinchalik esa muhabbat tuyg'ulari bo'lishi mumkin. Shunda yigitlar tahdid qilishi mumkin qizlarga, nimalarnidir ko'rsatish yoki yozgan xabarlarini ko'rsatish, shu tahdidlar orqali ushlab qolgisi kelib uni doimiy o'zini yonida. Bu ham, o'sha munosabatlar ham bullying jarayoniga kiradimi? Umuman tahdidlar deganda to'g'ri tahdid, lekin bullying jarayoni bo'lish uchun bullyingda jarayonda ishtirokchilari bo'lish kerak-da. Masalan, bullying jarayonida zo'ravon, jabrlanuvchi. Bu yerda faqat zo'ravon, jabrlanuvchi. Bullying jarayonida esa yordamchi, qo'llab-quvvatlovchi, keyin himoyachi qismlari bo'ladi. Agar bu komponent to'liq bo'lmasa, bu bullying jarayoni hisoblanmaydi. Bu yerdagi bo'layotgan jarayonlarda esa ijtimoiy biz albatta sharq madaniyatlari ta'sirida ulg'ayotgan insonlarmiz, ota-onalar albatta farzandlariga muhabbat, ishqiy munosabatlar qanday bo'lishi kerak, kimlar o'rtasida bo'lishi kerak, u haqida to'g'ri ta'limot berishi, ularni o'zidan uzoqlashtirmasdan mana onalar qizlariga, otalar farzand o'g'illariga bu haqda yaxshi, chiroyli ma'lumotlar berishlari kerak bo'ladi. Agar shunday ma'lumotlar berilsa, kelajakda mana bunga o'xshash noxush holatlar kelib chiqmaydi degan umiddamiz. Rahmat bergan ma'lumotlaringiz uchun. Keling, endi suhbatimiz so'ngida ota-onalarimiz uchun muhim 3 ta qoida yoki tavsiyani aytib o'tsangiz. Birinchi tavsiyam bu umuman bullying jarayoni, bu travma, unga hech qachon befarq qolmang. Ikkinchi tavsiyam, farzandlaringizdan shu bullying joylarini qiziqib so'rashsa, o'sha farzandlar o'zi bilmagan holatda koridorda oxiri yoki hojatxona yoki bo'lmasa razvalkalarni aytib qo'ysa, bular bullying bo'layotgan maktab yoki o'sha bullying qurbonlari maydonini belgilab olsa bo'lishadi. Uchinchi tavsiyam esa hech qachon psixologga, psixoterapevt, psixiatrga murojaat qilishdan qo'rqishmasin. Ruhiyatda kasallik bormi? Albatta ruhshunosga, ruhiyatdagi kasalliklarni o'rganadigan mutaxassislarga murojaat qilishadi. Bundan tortinishmasin. Kerakli vaqtda kerakli mutaxassisni tavsiyasini, yordamini olish juda ham zarur. Qadrli teletomoshabinlar, shuning bilan ko'rsatuvimiz uchun ajratilgan vaqt o'z nihoyasiga yetdi. Biz bugun Shifo istab ko'rsatuvida dolzarb, barcha uchun muhim, ayniqsa o'smir yoshda farzandlari bor ota-onalarimiz, ustozlarimiz va yoshlar uchun kerakli tavsiyalarni taqdim etdik. Mavzuyimiz esa bolalar
yoshlar orasida uchrayotgan zo'ravonlik holatlarini oldini olish va erta aniqlash haqida edi. Ruhiy salomatlik ilmiy markazi psixiatr shifokorlari Azizbek Xolmuminov hamda Fayozbek Xudoyberdiyev bizga foydali tavsiyalar berishdi. Ko'rsatuvimiz uchun ajratilgan vaqt o'z nihoyasiga yetdi. Xayr, salomat bo'ling.